keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq shu Instagramda ko'ramiz va bu videolar keyin Telegram kanallarda yoki Facebooklarda tarqaydi. Ya'ni vaynerlar tomonidan ayollar o'sha boyagi gapirgan gapimiz erkakka nisbatan bir ta'minotchiga qaragandek qarashi yoki bo'lmasa har qanaqangi muammoni erkakni pul berishi bilan hal bo'lib ketishi haqidagi videolarni juda ham ko'p ko'ramiz. Ya'ni ayollar erkakka bir hamyon sifatida qaraydi degan tushunchani erkaklarga singdirib borishyapti-da. Meni nazarimda xuddi shunaqa va erkaklarda xuddi shu tushuncha paydo bo'lyapti. Ayol kishiga faqatgina pul kerak. Aslida erkaklarni ta'minotchi bo'lishiga juda ham roziman. Ya'ni ular rostdan ham pul topib oilani ta'minlashi kerak. Albatta. Lekin bu ularning yagona vazifasi emas demoqchiman. Ya'ni faqat pul bo'lsa bo'ldi emas, ular yana ko'p ishlar qilish kerak puldan tashqari ham aslida. Lekin mana shu narsalarni faqat pul bilan yopish mumkin degan tushunchani berishyapti-da. Mana shu narsa noto'g'ri. Hozir mana gaplashdiki, buni pattern deyiladi. Pattern degani ya'ni inglizcha so'zdan naqsh. Naqshlarda bir xil takrorlanishlar bo'ladi-yu. Pattern shunaqa. Masalan, turmush o'rtoqlar urushdi, norozi bo'ldi ayol va erkak pul berib uni rozi qildi. Lekin haligi muammo hal bo'lmadi va bu yerda nima bo'ladi? Ayolda passiv agressiya qoladi. Ya'ni u ichida eriga nisbatan alam bilan qoladi va pul bilan xursandchilik, pozitiv his qildi, ya'ni dopamin, nimadir yaxshi narsalar his qildi, sotib olgandir balkim, pul evaziga nimadir yaxshi his qildi, lekin haligi alam ham qoldi baribir. Vaqti kelib pul xursand qilmay qo'yadi va alami bor bo'lgan ayol bu xavfli ayol aslida. Odatda jahli chiqmagan narsalarga ham eriga jahli chiqa boshlaydi. Yoki ichida uni so'kib yurishi mumkin. Endi bu narsa ya'ni bu to'g'ri emas demoqchi. Yo'q, erkak kishiga xalaqit bermasligi mumkin, ichida qolishi. Lekin nimani nazarda tutdim? Masalan, deylik, qanaqadir birga vaqt o'tkazishga kelishgan juftlik, erkak o'zini do'stlari bilan qayergadir ketdi va evaziga pul tashlab ketdi. Ayol nima deydi? Davolni, rozi bo'lib qoldi. Rozi bo'ldi, xursand. Mana shunaqangi video ko'rsatadi, lekin bu uni erkak unga beradigan e'tibori boshqa narsalarni o'rnini yopmaydi-ku. Ha, hozirgi aytganimdek, passiv agressiyadagi ayol yuzaga chiqarmasa ham, keyingi janjalli uchquni tezroq bo'ladi. Bolasini kaltaklab qo'yish ehtimoli, erini onasi bo'lgan qaynonasiga muomalasini yomon bo'lish ehtimoli. Ya'ni bu yerda vaynlarda ayol pul oldi va rozi, voy rahmat bo'pti degandek ko'rinsa ham, aslida esa unaqa emas. Aslida bu haqiqatdan yiroq. Aslida bu ayol shu paytda rozi bo'lsa ham, ichida turmush o'rtog'idan norozi bo'ladi. Farzandlariga agressiya chiqarishi mumkin, qaynonasiga do'q-do'q qilib narsalarni qattiqroq qo'yishni boshlaydi, hech bo'lmaganda, ya'ni buni hali asorati uzoqroq davom etadi demoqchiman. Lekin aytganimizdek, erkaklar oiladagi roli faqat pul bilan oilasini og'zini, ayolini og'zini yopish emas. Baribir emotsional muhimligini his qildirmasa, oilani funksiyalari bor. Iqtisodiy funksiya 10 tadan bittasi xolos. Undan tashqari 9 ta funksiya bajarilmasa, bu oila disfunksional bo'ladi. Ya'ni o'zini vazifasini bajara olmayotgan bo'ladi va hozirgi aytganimdek farzand tarbiyasi, boshqa odamlar bilan munosabat, shaxsiy sog'lik kerak bo'lsa, hammasi buni asoratlari afsuski. Tushunarli.